Alloh yo'lda yurishdan to'sib turadi deb o'ylaysiz? Qanaqa sifatli insonlar Allohdan uzoqroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Javobichi hattoki shayton tashlab qochadi bu bolalardan. Agar sen Allohdan qo'rqmasang, mana 5 mahal bugun namoz o'qimading, sen agar Allohdan qo'rqmasang, men qo'rqaman Allohdan deb izm so'rab kelgan Allohdan shayton. Tashlab qochadi keyin. Dodo yoshingiz nechida? Yoshim ya'ni salkam 70 bo'lyapti. Inson salkam 70 yoshga to'lganida o'zini qanaqa his qiladi? O'g'irlik qilmadik alhamdulillah. Zo'rlaganlik qilmadik alhamdulillah. Mana shu amallarni qilib yurganligimiz uchun Alloh subhanahu yoqqan tarafimizda bor ekan, inshaalloh mana ish qilib yuribmiz ham. Allohga yo'l yuradigan bo'lish uchun qanaqa sifatlarga, qanaqangi bir xulq atvorga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Qanaqa inson bo'lishi, u halol bo'lishi kerak. Ota-onasi unga taom olib kelgan paytida o'sha u o'g'irlab olib kelib yedirmaydi. Halol mehnat qilib, peshonasiga durdi tella chiqib, o'shandan topib olib kelgan taomidan taomlantiradi-da ular. Mana o'shanga amal qilish kerak. O'sha kimgaki yaxshilik qiladigan bo'lsa, faqat Allohning roziligi uchun yaxshilik qilib ketgan bo'lsa, jannatga kiraman deydi. O'zi kimga kerak do'zax o'zi? Hech qaysingisiga kerak emas. Insonni qanaqangi xulq atvori uni o'sha ibodatdan, Alloh yo'lida yurishdan to'sib turadi deb o'ylaysiz? Qanaqa sifatli insonlar Allohdan uzoqroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana o'sha shaytonning gapiga kirishi, avvalambor birinchisi betahorat yurishi, ikkinchisi dardni ham, o'sha nimani ham, imkonni ham hammasi o'sha suyuklik bandasiga beradi. O'shanga hammasiga shukr qilish kerak. Mana otam yetardilar. Mana shu shaharni bozorida o'sha bir og'aynilar kelib, mana shu atrofimizda turardi shu. Abdurazzoq, meni bolalarim qilmadi meni hunarimni. Mana o'g'illaringga, mana men 5 ta o'g'lim bor, mana shu mahsini o'rgatsang, kelib men o'rgataman dedi o'sha Tojibov aka. Mana shu maslahatni bizga bergan. Mana mahsi orqali mana ko'kardik. Keyin undan keyin novvoychilik qildik. 20 yil noy yopdim, 5 ta aka mashina orqasidan o'ylandik. Mana to'rxona domli bo'ldim. 4 ta o'g'limda bizda mana mashina bor. Faqat harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Bu olma pish ozimga tushamas bu axir. O'sha olmaning tagiga borib, o'sha uni silkitish kerak. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsani. Odamlar och yurgan o'sha paytlarda. Non topishga pulimiz bor, adamimiz yetardilar. Pulimiz bor, ish qilibdilar, lekin sotib olishga non yo'qdirdilar. Insonda bunaqa dunyoqarash shakllanishi bu yoshga bog'liqmi yoki tajribagami? Yosh ulg'aygan sari bunaqa dunyoqarashga ega bo'ladimi yoki tajriba? O'zi bularni o'zi zotida bo'lishi kerak. Bu shaytonning oldida men hozir amallab oldim, men shu ishlarni qilib oldim. Hali javobichi hattoki shayton tashlab qochadi bu bolalardan. Agar sen Allohdan qo'rqmasang, mana 5 mahal bugun namoz o'qimading, mana sen agar Allohdan qo'rqmasang, men qo'rqaman Allohdan deb izm so'rab kelgan Allohdan shayton. Tashlab qochadi keyin. Ahvoli nima bo'ladi keyin? Mana qanchasini ko'rdik-ku. Men degan boylarni ko'rdik. Hayotingizda eng olgan zo'r maslahatingiz qanaqa bo'lgan? Har doim esingizda turadigan, hech qachon esingizdan chiqmaydigan maslahat bo'lganmi hayotingizda? Payg'ambar alayhissalom yolg'onchi bizdan emas sizganlar. Mana shu o'zi hammaga yetarli narsa. Yolg'on gapirdimi, keyin boshqasiga yana borib yo'qlangan, yana qo'shib yana boshqasini yana aylantiraveradi bular. Lekin u ishlarni to'xtatish kerak. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga yuragingizdagi bitta maslahatingizni bera olasizmi? Maslahatimiz yuragimizdagi bir qatga borishdan qat'iy nazar, birinchi onam, yana onam, yana onam. Bundan keyin kimga? Keyin otasiga. Farzandlar hozir aynan ota-onani hurmat qilish kerak degan paytda nimani unutib qo'yishyapti? Nimani unutibdi? Mehri unutib qo'yapti bular. Kibrga kirib ketyapti. Eshituvchi bo'lish kerak, xolos hol bo'ladi deb turish kerak. Bu qilsa qilmasa, baribir hol bo'ladi deb turish kerak. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, bo'pti, tan joying sog' bo'lsin. Ha, yaxshi kunlarda, to'ylarda